Hürmetli vatandaşlarım, leksiyimizni davamlaştırımız. Endiki mavzu chidab turishga bo'lmadi. Amerika qurol ishlatishga tayyorlik qildi. Mavzular xabar 4-ayning 29-yulduzlik Aral gazetida ondan Vanvitor betida e'lon qilindi. Xabar bundoq boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump vazifaga o'ltirg'ili 100 kun bo'lay deganda, ya'ni 29-kuni saharda Chavshan yana bir qatim raketa sinaq qildi, ammo mag'lub bo'ldi. Lekin mushu vaqtda raketa sinaq qilganligi tashqari dunyoda gumon qo'zg'adi. Prezident Trump Twitterga fikr qoldirib, Chavshanning bu qilmishi Junguni hurmat qilmaganlik dedi. Amerika Chavshanga qurol ishlatishga tayyorlik qilib bo'lganligini bildirdi. Bexatarlik komiteti va Jungo Chavshan yerim orli vaziyatining harortini pasaytishni talab qilib turib. CNN Amerika hukumat taraf xabarlaridan naql keltirib mundaq ko'rsatdi. Chavshan qo'yib bergan raketa 30-40 kilometr uchgandan keyin dengizga tushib ketgan. Amerika amaldorlari mundaq ko'rsatdi. Raketa KN-17 belgilik raketa bo'lishi mumkin. Chavshan bundan 2 hafta burun raketa qo'yib berib, o'xshashla mag'lub bo'lgan. Bexatarlik komiteti 28-kuni alayda yig'in chaqirib, Chavshan yerim orli vaziyatining harorini pasaytirish to'g'risida izlandi. Chavshan yig'inga qatnashishni rad qildi. Yig'inga riyosatchilik qilgan Bexatarlik komitetining navbatdagi raisi Amerika davlat ishlar kotibi Rakesh Tillerson xalqaro jamiyatning Chavshanga besim ishlatishi to'g'risida haydakchilik qildi. Unda qilmaydigan bo'lsak, oqibat xarakterlik bo'ladi deb ko'rsatdi Tillerson. Davlat ishlar kotibi Tillerson Amerika Chavshanning qadam-qadam ig'vogarchilik qilishiga taqobil turishga barliq tanlashni o'ylanish kerak. Zarur topilganda qurol ishlatishmi buning ichida. Tillerson bexatarlik komiteti burunroq harakat qilib, Chavshanga munosabatlik 3-taraf tashkilot va shaxslarni jazolash kerak. Tillerson ogohlantirib bundoq ko'rsatdi. Zarur topiladigan Chavshanning tajovuzga harbiy harakat qo'llanib, javob qaytarish kerak. Diplomatiya bilan moliyani pishon qilib, orqa sap bilan ta'minlash kerak. U yana bundoq ko'rsatdi. Biz suhbat orqali masala hal qilish xohishiga egamiz. Do'stlarimiz va ittifoqdoshlarimizning tajovuzga uchramasligi to'g'risida irodaga egamiz. Chavshanning Birlashgan Davlatlar Tashkiloti turish ma'mur vakili Jin Rong-sung bexatarlik komitetining huquqini qo'laymagan ishlatganligini tanqid qildi. Amerikaning maqsadi bo'yicha yig'in ochdi dedi. Agar Amerika Chavshan dushman ko'radigan siyosatini voz kechsa, hozirgi vaziyatni hal qilishning chorasi o'ng'ay deb ko'rsatdi. Jungoning tashqi ishlar ministri Wang Yi yig'inda mundaq ko'rsatdi. Hozir eng muhim masala Chavshanning yadro qurollari planini to'xtatish. Yerim orolning vaziyat taraqqiy qilib bu holga yetdi. Buni qaysi bir taraf paydo qilgan emas. Hal qilish masalasi qaysi bir tarafning yakka majburiyati emas. Demak, bu yerda Wang Yi inkor qilyapti. Bir taraf hal qilmaydi Chavshan masalasini deyapti. Lekin Amerika Qo'shma Shtatlarining prezidenti Trump nima deydi? Jungo sen hal qilasan. Bu yerda hozir Wang Yi norozilik bildirganda gap qilyapti. Ya'ni Wang Yi har qaysi taraflarning suhbatga o'ltirishni murojaat qildi. Yig'inda Rossiyaning tashqi ishlar ministrligining muavin ministri Kaminov fikr qilib mundaq ko'rsatdi. Chavshanning raketasini qilish yadro taraqqiyot planini to'xtatishga chaqiriq qildi. Chavshanga lekin qurol ishlatishni qabul qilg'ili bo'lmaydi deb ko'rsatdi. Prezident Trump Oqsaroyda muxbirlarning ziyoratini qabul qilgan mundaq degan. Biz bilan Chavshan o'rtasida cho'ng to'qinish yuz berishi mumkin. Biz diplomatik yo'llar orqali masala hal qilishni umid qilamiz. Lekin bu yo'l bakmi qiyin. Fransiya agentligi mundaq ko'rsatdi. Prezident Trump Chavshan raketa portlatib bir necha soat o'tgandan keyin Twitterga fikr yozib,
mag'lub bo'lsa-mu Chavshan bugun yana raketa qo'yib berdi. Bu Jungoni hurmat qilmaganlik-ku. Nayt osal bir ish bo'ldi deb ko'rsatdi. Demak, Chavshan Jungoni hurmat qilmaydi ekan. Vatandoshim Turan efendi anladingizmi? Demak, Chavshan Jungoni hurmat qilmaydi ekan. Undaqda bu ikki davlat o'rtasida ziddiyat paydo bo'ladi. Ziddiyatning jarayoni va taraqqiyoti oxiri nima natijaga kelib keladi? Mana gaplar mana shunday. Uningdan boshqa yaqinda nima Shinjang İttifaq Soyuzi demdi bir tashkilot bor ekan, shuning odamlari hozir bir chaqiriq e'lon qilib Uyg'urlarga 5 savol qo'yibdi. Bu savolning o'zini anglab qo'yinglar. O'yinish qo'yilgan savollar tuvandikicha birinchi biz nemishqa zo'rvallo degan belgi bilan atilgan bo'ldik. Yoki uch xil qushlar degandiki, biz nemishqa zo'rvallo degan belgi bilan atilgan bo'ldik. Ikkinchi davlat nimidan darak berdi. Üçüncü biz diniy e'tiqod iddialarining mohiyatini tunib yetdikmi yo'q. To'rtinchi biz nima sababdan Xitoy tilini o'rganmaymiz. Beshinchi bugungi baxtli turmushni bizga kim bergan? Mo'sha to'g'rida andiliksimizning oxirida bir ikki jumla analiz qilaylik birlikda vatandoshlarim sizlar bilan.